Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Roza Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çizla kış 2024 yıl 9. ayının 30. günü vatandaş. Bugün avval vaziyetten gap kıladigan bolsak işin sözü mundaq başlaylı. Bugün su şağı. Bu kişinin bəgən məlumatıdır ki, Cungo memleketi bütün devlet boyunca yukarıdan tüven geçe vuşunu yok attı dedi. Bunun sebepleri onun düşündürüşüdür, xılmı siyaset ve iktisat münasebetlerine bağlı. İkincisi, bugünkü Ronyan'ın nezariyediği eserde Ronyan dedi ki, tünükilletin biz sizge dedik, hazır mal bahası örülüp gitti. Mal bahası örülüp gitkende bir top yesivilek gele Xitaylardaki beysey yesivilekten bahası 18 yuan bilen 16 yuan etrafıda bol değil. Kaltıs örleş bu vatandaş. Onun dikinanda bugünkü haberde işsizlik bütün memleketini kapladı. Bu endi eti ögün riyallık kayılındı dedi. Hatta işsizlikten ahırkı neticesi şuya yetti ki tamak yok. Kus hakkı yeydiğen tamak yoktu. Her kandak bendisine Allah bizi saklısın. Avval Uygurlar, müstemlik Uygurlarını Xuda saklısın. Tibetlerini Xuda saklısın. Anda günahsız Xitay fuqaralarını Xuda saklısın. Nime için desiniz hazır günahkarlık yakı vəhşilik 24 Viven Merkezi Komitetinin azası 7 nefer daimi heyet yakı siyasi büronun azası bütün eskilikini kılıp atkan Cungo cemiyeti mana muş kişiler vatandaş. Andın Angliya Pul Mamule Gezeti yakında ilan kılgan mesela 9. ayının 21. gün ilan kılgan bir parça makalesi koygan mavzu topçu parxot diplomatiyası. Çünkü tarihten bir yüzünün bozak etilgenliğini sözlep geldi. Cihangir devletler bizni bozak etti. Topçu parxot siyasetin yolgu koydu. Zoruvallık, cihangirlikin yolgu koydu dep geldi. Bugün Cungo Kompartiyası üzü hem topçu parxot diplomatiyasını yolgu koydu. Hazır bütün dünyaya uruş ilan kılgıdak dereceye yetti. Bu 9. ayının 21. günü Angliya Pul Mamule Gezeti, Guardian, Qoğdaş Gezeti'de ilan kılınan iken vatandaş, ardın 4 gün ötkende 9. ayının 25. günü Cungo hükümeti, 25 mi 26. günü Qit'ala ara uçuduğun raketana koyup verdi. Ulu okyan yakı o okyanın cenubu tarafındaki sahillere koyup verdi vatan. Bu aşında ispatlandı. Enlikten de yani üçüncü nöbeti vaziyet doğrusu da Çin Pokun şundak bir vaziyet süratli gösterdi. Bugün ne desiniz Xitay'ın devlet bayramı da saatlerden başlap devlet bayramı harpsi de esilgan bir katımlık olduruş ya ziyafet emas lekin bir Nutuk sözdeydiğen reisi, Jinping Jungo'nun reisi, nutuk sözdeydiğen bir işiken şu soruna kırıp gelgelle. Burunki Pinisiye'ye çıkan Pinisiye'nin yukur derecelik emeldarlar, sabık yukur derecelik emeldarlar. Wang Yang'daydı, Zhang Dejiang'daydı, Wang Qishan'daydı, Zheng Qinhong'daydı. Muşundak adamlar burunki hemmisi kırıp katağı düştü ve oturuştu, billi oturdu. Hatta bulanın nam, ismi, familiyasını ilan kıl dedi. Bu bir özgürüş de Çinpok'un ahırı koygan mavzu ne desiniz? Vaziyet ciddi dedi. Bu her yılı devlet bayramı da bulduğun iş değil bizden karşımızda. Yani kariya şuyu hem emeldarlarının hemmisini çakırıp ekilip ziyafet verdiği yakın nutuk sözlediği her yılı bulduğu iş. Çinpok'unu bu haberde ben dikkat kıldığım bir nokta şu bulup kaldı ki o emeldarlarının hemmisi var fakat 2 kişiden başka. Mesela birinin sekreteri, partiye başlığı, devlet başlığı Hu Jintao yok. Onun için Hu Jintao'nun kolunda işleyen vezir Wen Jiabao yok.
Bu işki adam yok. Man tahlil qilsangiz, mana mayadan boshlab tahlil qilasiz, Chimpokon apandi. Ani sizga beradigan so'zimiz shuning bilan tugadi. Topcha Farhod diplomatiyasini yo'lga qo'ydi Jungo dedi. Bugun sizlar yuqorida aytgan masalan Ro'yanning nazarida aytgan açarçılık et ögün Jungo'dur. Yallık aylındı degan xabarga münasibetlik leksiya. Bundan bir çoğunqur oylusunuz, çoğuçuysiz, yani çoğunqur oylusunuz, acaplanısınız. Biz bu işin aldıya kayniga yetişemeymiz. Qancha çoğunqurlab tadqiq qilsaqmi, bu vaqa mushu ishning ostidagi strategiyalik siyaset, belki strategiyalik siyasetni elib chiquvchi strategiyalik maqsadning nima ekanligini bilmaysiz. Anglab qo'ysiz buni vatandosh. Mavzu mundaq. Jungoga oqadigan dollar eqimi kesib tashlandi. Mavzuli xabar 9-oyning 29-kun Erkin Osiyoning Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. O'tgan bir necha yilda Amerika Jungo munosabatini bog'lab turgan eng oxirgi rishta. Belki Amerikaning Jungoga mablag' solishidir. Amerika o'tgan bir qancha yilda Jungoga 2 trillion dollar mablag' soldi. Amerika o'tgan bir necha yilda Jungoga 2 trillion dollar mablag' soldi. Bu pul Jungo iqtisodining gumron bo'lishini kechiktirdi. Biz Jungo iqtisodining gumron bo'lishini siyosiy hokimiyatga ta'sir ko'rsatishini o'ylab turibmiz va shu yo'lda so'zlab turyapmiz vatandosh. Endi qarang, Amerika Qo'shma Shtatlari 2 trillion dollarni Jungoga mablag' qilib solibdi. Bu ahvol Jungo iqtisodining gumron bo'lishini saqlab qoldi. Lekin Amerika iqtisodi qalsiratdi. 2 trillion dollar Amerikadan Jungoning bozoriga kirib ketdi. Amerikaning iqtisodini yetishmaslik ko'rildi. Yoki qansiradi deydi, yetishmaslik ko'rildi. Hozir Volkutsi Jungoga oqadigan dollarning yo'lini kesib tashladi. Nima edi? Siz beshida angladingiz? 2 trillion dollar Amerika Qo'shma Shtatlari bir necha yil ichida Jungoga mablag' qilib solibdi. Endi Volkutsi Amerikadan Jungoga oqadigan dollar oqadigan yo'lni kesib tashlabdi. Tushundingizmi vatandosh? Kesib tashladi. Chet el shirkatlarining mablag' solishiga kelsak, ba'zi kishilar Jungoga bevosita mablag' solishga diqqat qiladi. Yani zavod qurish, do'kon ochish, yani bo'stonliqqa mablag' solishga diqqat qiladi. Amaliyotda eng zo'r mablag' solish balki bo'stonliqqa mablag' solish emas. Balki Jungoning pul muomala sohasiga mablag' solishdir. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari yuqorqi mablag'ni 2 trillion mablag'ni bo'stonliq, o degani do'kon ochish, parch tijorat, zavod qurish, ishchi yollash, ishchilarga maosh berish, bu sohada gap emas. Hozirgi gap 2 trillion dollar qayerga so'ladi? Bu yerda eng muhim narsa Jungoning pul muomala organlariga yoki pul muomala sohasiga mablag' solishdir. Yaqinda e'lon qilingan Jungo Privат boshqarish idorasining doklatidan ko'rib olishga bo'ladiki, 2022-yilning oxirigacha Jungo Kompartiyasi qo'lga keltirgan chet el pul muomala mablag'i 2 trillion Amerika dollari başta aytdik. Buning ichida 2017-yildan burun taxminan 800 milliard dollar. Balki 2 trillion dollarning 6 qismi 2019-yil va 2020-yil 2 yil ichida Jungoga solingan mablag'dir. Esiniz keldimi? 2018-2019 bu qaysi yillar vatandosh? 2017-yili sobiq prezident Donald Trump Oqsaroyga kirdi. Ko'rabli savdo urushi boshlandi. 2018-2019 savdo urushi boshlandi vatandosh.
Muşundaq vaqtda yana Amerika Qo'shma Shtatlar mushu mezgilda Jungoga 800 milyard dollar, ya'ni 2 trillionning 6 qismini selib bo'ldi. 4 qismi selib bo'ldi. Dollar, belki 2 trilyon dollarning 6 qismi 2 yil ichida selingan mablag'dir. U chaqda Jungo Amerika o'rtasida sovuq munosabatlar urushi boshlagan chaq edi. Ammo Volkutsi bu ahvollardan xabarsiz edi. Endi bu yerga kelganda Alasharing deysizda, sobiq prezident Donald Trump Jungo bilan savdo urush qilyotdi. Mushundaq vaqtda yuqorqidagi mablag' selinyotdi. Bu savdo urushi boshlangan mushu mezgilda, hatto Jungo o'zi boshlagan mushundaq mezgilda Jungo hukumati o'rtada Amerika Jungo o'rtasida sovuq munosabatlar urushini boshlagan edi. Volkutsi buni bilmaydi. Mushu yil 18-19 yillar 18-yil 2018-yil 1-oyning 25-kuni mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlarning buyuk diniy akabiri Mardikalan Mehmet Salih Damillamni türmede olup urib öldürdü. 1-oyning 29-kuni Abdulqodir Jaloliddin boshliq ziyolilani qo'lga oldi. 2018-yil 2-oyda Qashqarda, Xotanda, Urumchida qurolliq safarbarlik, ya'ni qurolliq soqchi qismlar safarbarlik uyushtirib Uyg'urlarga jang e'lon qildi vatandosh. Dal mushu yilda Jungo sovuq munosabatlar urushi Amerika Jungo o'rtasida qo'zg'agan yil edi. Ammo buni Volkutsi bilmaydi deydi. Jungo aloqador taraflarning status asoslanganda 2 trilyon mablag'ning 4 qismi Jungo shirkatlariga qarz hisobida berildi. Qolgan 6 qismi Jungoda yangi qurilgan shirkatlarga mablag' qilib solindi. Bu shirkatlar Chuchwangonsi Xitoycha Chuchwangonsi dastlab qurilgan shirkatlar deyildi ekan. Ening ma'nosini men bunda tushundim, boshqa tushunamadim. Bir shirkat qurildi, bir Xitoy bir Viviskini ko'tarib chiqdi. Uning yozdi, nima dedi, cheklik shirkati, cheksiz shirkati. Lekin bu Xitoyning hisobotida $1 yo'q, $1 pul yo'q vatandosh. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlari yuqorqi dollarni pulni o shirkatning o'ziga mablag' qilib solgan gap. 10 yilgacha shirkatdan elib chiqishga bo'lmaydi. 10 yilgacha pay chekni bir taraf qilishga bo'lmaydi. Mushundaq shartnomalar bilan quruq, skilot quruq, viviska quruq, qog'oz ustiga qurilgan Jungo shirkatlarga men shunday tushundim. Dastlabki shirkat deganda Amerika Qo'shma Shtatlari dollarni mablag' qilib solgan gap vatandosh. Onun ustiga nima shart ekan desangiz, bu shart toki mushu shirkatlar pul tepib, boy bo'lib, Amerika bozorlariga yoki Amerika bozorlaridan boshqa xalqaro bozorlarga chiqcha, o'sha bozorlarga kirgich qo'llash. Ko'rdingizmi vatandoshlar? Men boshda aytdim-ku, buning taktini siz bilmaysiz, men bilmayman, yana boshqa odam bilmaydi vatandosh. Buni Amerikadagi buyuk davlat iqtisodshunoslar qilayotgan ish. Bu zodi nima gap? Demak, sobiq prezident Donald Trump bu tarafda savdo urush qilyotdi. Bu tarafda Jungo kompartiyasi asosiy Amerika bilan sovuq munosabatlar urushi boshlayotdi. Yana bu tarafdan Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo mablag' solyapti. Bu mablag' 2 million 200 million emas, 2 trillion dollar. Tahlil qiling vatandosh. Dastlab qurilgan shirkatlarning xalqaro bozorga chiqishini Jungo munosabati oxiri mushu dollarga tayinib Jungoning iqtisodiy taraqqiy qildi deydi. Endilikda Amerikada bozorga chiqish yo'limi etilib qoldi, mablag'ning yo'limi kesildi, mablag' solishmi to'xtab qoldi deydi. Qurilgan shirkatlar, shu vaqt qurilgan shirkatlar va Amerikadan dollar olib qaytagan shirkatlar asos jihatdan hammasi mazg'abga aylandi deydi. Va shu hamon bu shirkatlar gumron bo'ldi deydi. Chatlanib gumron bo'ldi bugun Rumiyaning nazari nima dedi? Ocharchilik boshdan ko'rib oling vatandoshlar.
chet elning xatarlik mablag' selish eng yuqori ko'tarilgan chaqmina 2018-yili oxirigacha Jungoda qurilgan shirkat 51302 shirkat. 2018-yilning oxirigacha yuqoridagi sabablar yo'llar bilan Jungoda qurilgan shirkat 51302 shirkat. Endi bu o'tgan yili 2023-yilning yil oxiriga kelganda faqat 1000 shirkat eshib qoldi. Qolganlaricha mazg'ab, gumram mazg'ablashdi. Volkuch salgan bu mablag'ni Jungo shirkatlar tamom yeb ketdi. Ko'rdingizmi? Volkuchsi Jungoga salgan 2 trillion mablag'ni yalqidek quruq Viviska, quruq Doska yoki quruq shirkatlarni qurib, Amerika Jungodagi qurilgan o'sha atalmış shirkatlar, dastlab qurilgan shirkatlar 2 trillion dollarni butunlay yeb ketdi deydi. Nima deysiz vatandosh buni? Butunlay yeb ketdi dedi. Angliya pul muomala gazeti mundaq dedi. Jungoning dastlabki shirkatlari butun sap bo'yicha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bugungi kunlarda aşağı kurulan 51 min neçe min şirketlerinin hemisi bütün sap bo'yicha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ko'z oldimizdan g'oyib bo'ldi dedi. G'arb shirkatlari Jungoga mablag' selish intayin xatarlik deb hisobladi bugungi kunda. Shunlashqa hamda Jungoga mablag' selishdan butunlay voz kechdi. G'arb shirkatlari Jungoga mablag' selish xatarlik deb hisobladi. Shunlashqa bugundan boshlab g'arb shirkatlari Jungoga mablag' selishdan butunlay voz kechdi. Ben sizge başladım, 2 trillion mablag' selindi. Xitoy bugun oxirida yeb ketdi buni. Bu shirkatlar hozir mazg'ab bo'ldi, gumron bo'ldi. Ana boshlayotdik Ronyanning degani, Soshaqning degani, Chimpokoning degani, mana mushlar mush vaziyatga birlashtirib qarasangiz, Jungoning holi bugungi holda. Jungoning vaziyati bugungi vaziyatdir. Vatandaş. Bunun için de ben Chimpoko'ndan elip sizge sual koydum. Hem başlıklar devlet bayramı arıpsıda hatırlaş katmıştı. Neymiş ki bulanın içinde Xi Jinping bilen vinca bağ yok. Hazır madem yani bir Lüksemburg'da bu yağmur yağıp gitti. Vatandaş geçirim. Öyle öyünün içi karanlığı vatandaşı.